Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum birodarlar. Aqlli, ma'noli suhbatlardan gaplashadigan davom ettiraylik do'stlarim. Bu aqlli, ma'noli gaplarni yozib ketgan, gapirib ketgan insonlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Savoblardan bahramand qilsin. Habibulloh qori bizga donolik qilyapti demaysizlar, doim shu gapni aytaman do'stlarim. Bizdan ham bir abadiyatga yodgorlik bo'lib qolsin do'stlarim. G'azabini muloyimlik bilan yengin. G'azabini muloyimlik bilan yengin. G'azab kelganda noto'g'ri qadam bosib abadiy afsusga qolmagin. Yengillikni vazminlik bilan yengin. Ishing yurishib, pichog'ing keskir bo'lgan paytda, davring kelgan paytda shoshilib qolmagin, o'zingni bosib olgin deyaptilar. Nafsni havasini taqvo bilan yengin deyaptilar. Nafs do'stlarim, orzu havas qarichingiz qancha katta bo'lgan sari orzu havas unga 10 barobar, balki 100 barobar ortib boraveradi. Buni taqvo bilan yengin deyapti. Aks holda motorga zo'r kelib, motor tezroq ishdan chiqadi. Oqibatda hayoting chigallashib ketadi. Ham salomatligini yo'qotasan, ham tinchlik xotirjamligini yo'qotasan. Balki Alloh taoloni roziligini oqtiradigan ishlardan chalg'iysan deyaptilar. Shubha gumonni haqiqat bilan yengin. Juda ko'p odamlar o'limdan keyingi bo'ladigan ishlarga gumon bilan qaraydi. Do'stlarim, bu juda katta narsa, iymonga ofat do'stlarim. Dunyoga inson qanday holatda, qanday jarayon bilan kelganini agar mulohaza qiladigan bo'lsa, albatta qabrda bo'ladigan hodisalar, qiyomatda bo'ladigan hodisalarga hech qachon gumon qilmaydi. Kimki gumon qilar ekan, iymoniga shikast yetib qoladi do'stlarim. O'limdan hech qachon qochib qutulolmaysiz. Demak, o'limda orqasidagi ishlarda gumon qilmang do'stim. O'ldingiz, ko'zingizni ochsangiz qabrda yotibsiz. Ana endi boshlandi. Lekin siz bunga gumon qilib yurganingiz do'stim. Shunday holatda o'lishdan Alloh taolo o'zi saqlasin do'stlarim. Botilni haq bilan yengin. Yolg'on, shubhali narsalarga ergashib ketmagin. Haq bilan yengin, yaxshilarga yopishgin. Atrofingdagi do'stlaring qanday insonlar bo'lsa, sen ham o'shanday insonsan. Atrofingda yaxshi insonlar ko'paysin. Baxillikni o'z moling bilan yengin. Alloh taolo men bergan narsadan siz ham bering deyapti do'stim. Mol dunyoni beribdimi? O'zingizga, bola chaqangizga nasib qilsin. O'sha mol mulkingiz bilan jannatni sotib oling do'stim. Bu haqda juda ko'p gaplar gapirilgan do'stim. Olgan olaveradi, olmagan ixtiyori do'stlarim. Luqmon Hakim hazratlardan so'rashibdi. Dunyoni nima deb tushunasiz? Qarang, dunyoni nima deb tushunasiz? Dunyo ikki eshikli manzilga o'xshaydi. Biridan kiriladi va ikkinchisidan chiqib ketiladi deb javob berdilar.
Do'stim, onadan tug'ildik, dunyo degan makonga keldik. Albatta xohlaymizmi, xohlamaymizmi, albatta bu dunyodan biz ajralamiz. Ikkinchi eshikdan o'lim sababli chiqib ketamiz do'stlarim. Do'stim, xohlasangiz ham haqiqat shu, xohlamasangiz ham haqiqat shu. Sizni ham do'stim bu dunyoni tashlab ketadigan kunlaringiz tobora yaqinlashyapti. Yaxshilikni bilmaganga qilmagin deyaptilar. Va quloq solmaganga nasihat qilmagin deyaptilar. Yaxshilikni qil deymiz, qilamiz, lekin bilmagan odamga yaxshilik qildingiz. U bilmaydi, sizga rahmatni ham aytolmaydi. Unaqa inson bas, balki o'sha insondan kulfat ham yeganlari bor. Bu hayot bu. Hozir tushunmayotgan bo'lsangiz, ertaga tushunib qolasiz do'stim. Hech kimning qo'lidan mahkam ushlab olib nasihat qilmaymiz. Quloq solsa, intilsa nasihat qilamiz. Shunday qilgin deyaptilar. Chunki deyaptilar, hayvonga deyaptilar, zafaron berasan, bersan ham yuradi, qancha so'm bersan ham yuradi. Unga farq yo'q deyapti. Shuning uchun nasihatni ham uvval qilib bo'lmas ekan do'stlarim. Sani deyaptilar, avvalo nafsindan ogohlantiraman. Nafsini yomonligidan sani ogohlantiraman deyaptilar. Chunki har nafsni bir havosi, nafsoniy istagi bo'ladi. Nafsni juda ko'p holatlarda istayotgan narsasi Alloh taoloni roziligiga teskari narsalar bo'ladi do'stim. Adashtiruvchi havaslar bo'ladi. Agar nafsga xohlagan nafsoniy istaklarni beradigan bo'lsang, u semiradi, filga aylanadi, yana yo'ldan ozadi va yana deb yana boshqa narsalar istay boshlaydi. Uni to'ydirishda iloji yo'q. Chaqmoq tosh bor. Uni bir-biriga ursangiz olov hosil bo'ladi. Demak, chaqmoq toshda olov yashirin bo'lgani singari nafsoniy orzular ham qalbingda yashiringan bo'ladi. Yoqsang porlaydi, o'z holiga qo'yilsa yashirinadi. Demak, kimki men nafsimni o'zim idora qila olaman, nafsimni idora qilishga kuchim yetadi deyotgan bo'lsa, u adashyapti. Butun avliyo nafsini yomonligidan Allohdan panoh so'rab yashab o'tdi. Kimki oxirida xor bo'lgan bo'lsa, u nafsini tiyalmaganligi uchun, nafsini o'z holiga qo'yganligi uchun yo'ldan adashdi, baloga, musibatlarga giriftor bo'ldi, chigallarga kirib ketdi, baxt qushi qo'lidan ketdi, xotirjamlik qo'lidan ketdi. Do'stlarim, balki iymon shikast yegandir do'stlarim. Omonat va qanoat ahli bo'l. Omonat va qanoat ahli bo'l. Qancha Alloh taolo berganiga rozi bo'lib yashasang, albatta Alloh taolodan so'roramiz. Alloh taoloning nimaiki bergan bo'lsa, senga shunga agar rozi bo'ladigan bo'lsang, sen boy bo'lib yashaysan. Ro'zg'or o'tda hol bo'lar. Imorat toshlar o'tda hol bo'lar. Minayotgan mashinangiz o'tda hol bo'lar.
lekin sizda do'stim xotirjamlik bo'ladi. Juda oldiga o'tib ketmaysiz, xovullab ketmaysiz, juda orqada qolmaysiz, oyoq osti bo'lmaysiz do'stim. Chunki qanoat do'ppisini boshingga kiy. Alloh taoloni yodga olib, uni tafakkur qil. Va goho bir o'tirib Alloh taoloni yodga ol, zikr et. Alloh taologa yuzlan, tafakkur qil. Qo'lingdagi bor narsalardan faqirlarga, kambag'allarga ber. Bu dunyo bir soyaga o'xshaydi. Sen uni to'xtab turibdi, men bilan doim biladi o'ylaysan, yo'q. Uni yurganini ko'rolmaysan. Bir pasdan keyin sal havoga bulut chiqadigan bo'lsa, soyang yo'qolib qolganini ko'rasan deyaptilar. Bu dunyo shunday narsa. Soyaga o'xshaydi do'stlarim. Shuning uchun bu hayotimizda yashash jarayonimiz arg'idagi suvga o'xshaydi. Ba'zan shovullab to'lib toshib oqsa, ba'zan jildirab oqib qoladi, ba'zan lo'qalanib qoladi do'stlarim. Bularda hammasi umr yo'llariga o'xshaydi do'stlarim. Hammamizni Alloh taolo nasihatga quloq soluvchilardan qilsin. Oxirimizni Alloh taolo o'zi baxir qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.